nimaga? Meni ismim Olimov Shahzod. Men Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidaman. 2012-yilman. Hozirda 34-o'yin o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisiman. O'zgarish boshida kelganimda yuragimda problema bor edi. Ferritin anavim juda yuqori edi. Italiyaga borib o'sha bansada davolanganimdan beri hozir ferritinim ancha normaga kelib qolgan. Oldin masalan maktabga boraman hozir. Maktabga borib bolalar bilan o'ynaganimda yuragimda ko'p harakat qilsam hansirab qolish bo'lardi. Hozir ana shu yuragim yaxshi bo'lgandan keyin unday yo'q. Endi borgan Italiyaga borib kelgan 6 oy davomida, 6,5-7 oy davomida bo'lgan taassurotingiz to'g'risida ikki og'iz gapirib bersangiz. Farzandim 2012-yil tug'ilgandan beri shu aplastik anemiya kasalligi bilan davolanib keladi. 1 yil oldin gematologiyaga navbatga qo'ydirdik chetga chiqarish uchun. Italiyaga borib keldik, iyunda ketdik. 6 oy bo'ldik Italiyada. Shu mobaynida markaz shifokorlari tarafdan sizlarga kontrol qilib turishdimi? Deyarli har kuni gaplashdik. Avvalambor prezidentimizga shunaqa sharoitlar yaratib berganlari uchun 6 oy mobaynida bizani har tomonlama qo'llab-quvvatlaganlari uchun, moliyaviy tarafdan hamma tomondan qo'llagan hammaga rahmat aytaman. Meni ismim Fayzulloh Faxriddinov. Men 3-sinfda o'qiyman. 155-maktabda o'qiyman. Nima yoqdi senga Italiyada? O'tda zooparkga yoqdi. Mo'riyaga borishdi. Mo'riya yoqdi. Italiyaga ketdik davolatishga. Italiyada nufuzli klinikalardan birida davolandik. Davlatimizga, yurtboshimizga, shu gematologiyaga, Jamila Shagaratovnaga rahmat kattakon. Bir tiyin sarflamadik o'zimiz yonimizdan. Ishimizni, kelishimizni hammasini shu gematologiya tarafdan davlatimiz tomonidan qoplab berildi. Bermoqchi bo'lgan savolim, bolalarda hozirgi oldingi holati bilan hozirgi holatida nima o'zgarishlar bo'ldi? Oldingi holatida juda ranglari tiniqmas edi. Gepatitsiyasi ham bor edi Fayzullohda. Qornilari og'rib, bezovta bo'lib, charchab qolish nimalari bor edi. Hozir shu gepatitsiyalari to'liq yo'q bo'ldi. Har haftada 3 marta dars bo'ldi. Farzandlarimizda bo'sh bo'lgani yo'q. Oldingiga nisbatan farzandlarimiz ahvoli ancha yaxshilandi. Сегодня в стенах нашего центра очень знаменательное событие. Мы встречали наших деток, которые приехали к нам из Италии. По инициативе мэра города Турина в январе месяце центром были отправлены 2 детей. Это Фахриддинов Файзуллох и Алимов Шахзод. Сегодня хочется отметить, что состояние детей значительно улучшилось. В процессе этого лечения и совместной работы врачей как нашего центра, так и медицинского центра Турина, в ходе этого лечения был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, по обмену опытом. Уже ведутся переговоры о том, чтобы отправить наших врачей на стажировку в этот медицинский центр. Ну а мы очень рады за наших деток, которые пришли сегодня в наш центр. Они улыбаются, они уже бегло разговаривают на итальянском языке. Мы очень счастливы.